Film real voqealar asosida suratga olingan. Birodar, o'zingdan ketma bir nafas, sendan ham zo'rlarini ko'rgan bu dunyo. Kulib boqib turib chiqarmay bir sas, shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimlarni allala baxt beshigida, kimlarni zor qilib g'am eshigida, ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Alo, nima to'polon bo'lyapti? Oldinga borganda gaplashamiz. Kompaniyaga kelmoqchiman. Bobur yo'q. U hozir oila boshilik vazifasini bajargani ketdi. Sen bir ishni bajarishing kerak. Yana nima ish? 10 daqiqada pastga tushib tur. Hozir yetib boraman. Xo'p. Tur. Bir joyga o'tib kelamiz, xo'pmi? Xo'p. Hozir chiqib qolsa kerak-a? Kimni kutyapmiz o'zi? Bu yerda biror ishingiz bormi yoki? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanish, Zahro. Zahro, bu Nargiz. Ma. Bu hujjatga Bobur imzo chekish kerak. U hali menga ishonmaydi. Hujjatni olib kirsam shubhalanishi mumkin. Bilaman. Sen olib kirmaysan. Kim olib kiradi unda? Yangi hisobchi. Hujjatni Boburga imzo qo'yish uchun olib kiradigan hujjatlar orasiga qo'shib qo'yasan. Lekin Bobur hamma hujjatlarni o'qiydi. O'qimaydi. O'qimaydigan holga tushadi. O'shanda ishga kirishasan. O'zim senga vaqtini aytaman. Tushundim. Yangi hisobchini ismi nima ekan? Abror. Abror. Undan ko'zingni uzma. Xavotir olma. Bu o'zimizdan. Aniqmi? Men baribir hech narsaga tushunmayapman. Abror kim? Boshqasi kim? Men ketdim. Nargiz, ehtiyot bo'l. Xato qilma. Xo'sh.
Sen kimga xizmat qilasan? Tushunmadim. Nimasini tushunmading? Kimga ishlaysan demoqchiman. Xo'jayinga? Mayli. Sendan ochiqchasiga so'rayman. Akmalgami yoki Hamidboygami? Akmal akani taniyman. Lekin unga ishlamayman. Hamidni umuman tanimayman. Qo'ysangchi, men ahmoq deb o'ylayapsanmi? Ho'y. Ishonish, ishonmaslik seni ishing. Men bu yerda maoshimni olish uchun ishlayman. Demak, aytmaysan. Mayli. Menga qarang. Mendan nima istaysiz o'zi? Hech nima. Mayli. Men so'ramadim. Sen shundoq ham aytmading. Tavba. Seni istaganday bo'ldi. Oyqiza meni yaxshi ko'radi degandim tutab ketdi. Lekin meni Bobur emas, boshqasi tashvishga solyapti. Kim? Oyqiz bilan 2 marta uchrashganimda xalal berdi. Bugun esa yerto'laga Boburning ortidan kelibdi. Abrormi? Abrormi? Ha? Hozir Boburning qo'lida hisobchi. Qizig'i, shu paytgacha umuman hisobchilik qilmagan. Ha, demak ishxonaga boshqa maqsadda kelgan. Nima maqsadda kelgan? Bilmadim. Lekin bu bolani qayerdan kelganini aniqlash kerak. Juda jonimga tegdi-da shu. Hal qilamiz. Nargizga topshiraman. U hali ham biz bilanmi? Albatta. Yaxshi, ketdik. Bobur aka, nima bo'ldi, tinchlikmi? Keniyami chaqir. Xo'p, nima gap o'zi? Gap qaytarmasdan bor chaqir deyapman. Tinchlikmi, Boburjon? Boburjon, nimaga? Sizdan so'rashimiz kerak buni. Tinchlikmi, yo'qmi? Nimani mendan so'rashingiz kerak? Ochiqroq gapiring. Bugun Hamid bilan uchrashgandim. Qaysi Hamid? O'zingizni go'llikka solmang. Qayta-qayta uchrashayotgan Hamidingizni aytyapman. Birga o'tirib tushlik qilmoqchi bo'libsiz. Jim turmang, gapiring kenayi. Yana o'sha gapmi? Siz bilan bu haqida gaplashgandik-ku. Men hech qanaqa Hamid degan erkakni tanimayman. Unda ujunga borish qayerdan paydo bo'ldi? Qayerdan yana tasodifan uchrashuv bo'ldi? Shaharda minglab oshxona bor. Faqatgina siz borgan joyga borishi mantiqqa to'g'ri kelmayapti-yu bu. Yoki unga kimdir yetkazyaptimi borayotgan joyingizni? Hamid menga Oyqizam befarqmas dedi-ku. Nimaga bunaqa dedi? Akam o'ldi degani o'zingizni qo'yib oling degani emas-ku. Shoshmanglar, aralashganim uchun uzr. Lekin menga ham g'alati tuyuldi. Bir marta bo'lsa tasodif, lekin ikkinchi marta Balki siz aytgandirsiz. Nega men aytar ekanman? Buni saralashtirmang kenayi. Hamid bilan o'rtangizda rostdan biror narsa bormi? Shuni ayting bo'ldi.
Siz shunday deb turganingizda boshqalardan xafa bo'lmasam ham bo'larkan. Men hech narsani aytmayman. Chunki aytadigan narsani o'zi qolmadi. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Nima yangiliklar? Akmal Nargizga hujjat berdi. Ular Boburga imzo qo'ydirishmoqchi. Qanaqa hujjat? Boburni qandaydir mol-mulkini o'z nomlariga o'tkazishlari haqida. Lekin men hamma hujjatlarni tekshiraman-ku. Buni qanday eplashar ekan? Unisini bilmadim. Keyin bugun Akmal nimalarnidir amalga oshirdi. Bomba deydimi? Spektakl deydimi? Aynan nima? Bobur akaga rasm jo'natdi. Keyin telefon qildi, janjallashdi. Qanaqa rasm? Bilmadim. Lekin Nargiz bilan gaplashganda sezdimki, Bobur bilan Jamolga aloqador. Bobur kelinoyim deyotgandi. Demak, gap Oyqiz haqida. Katta ehtimol bilan Oyqiz bilan Hamidboyni surati bo'lsa kerak. Lekin bu surat Akmalda qanday paydo bo'lib qoldi? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Munis. Shu ayolda bir gap bor deb o'ylab yurardim o'zi. Nahotki o'z kenayisiga yo'q, unchalikka bormasa kerak. O'zing qiynalmayapsanmi Akmal bilan? Yo'q. Hatto u menga yoqib qoldi. Xuddi rostdan sevib qolayotganga o'xshayman. Aslo. Bu ish bitgach, Akmal sen uchun mutlaqo begona yigitga aylanadi. Unga bog'lanib qolma. Rashk qilyapsizmi? Zahro. Hazillashdim. Meni sevmasligingizni bilaman-ku. Agar sevganingizda o'sha shoqol yoniga jo'natmasdingiz. Jo'natdingizmi? Endi chidaysiz. Zahro, men hazillashmayapman. Akmal bilan o'rtangda hech narsa bo'lmasligi kerak. Ko'ramiz. Voy. Qaysi shamollar uchirdi? Bugungi kunim juda zo'r o'tdi. Boburga nima dedingiz? Oyqizni Hamidboy bilan tushgan rasmini jo'natdim. Ikkalasini bir-biriga dushmanga aylantiraman. Qo'sh keyinchi. Ikkovi o'zaro urushayotgan paytda kompaniya bilan bog'liq ancha ishlarimni bitirib olaman. Ammo bitta masala bor. Xo'p. Qanaqa masala? Maftun Boburning yordamchisi. Menga u shubhali tuyuldi. Azaldan yoqtirmaysan uni? Gap unda emas. Bilmadim, qandaydir shubhali. Menimcha u kimgadir ishlaydi. Maftunmi?
Boburga o'lgudek sodiq u. Bilmadim. Ammo unda nimadir bor. Nima deysiz, kuzatsammikin? Kuzat? Tekin-ku. Demak, oy qiz bilan Boburning o'rtasidagi rishtalar buzila boshlabdi-da. Albatta. Shaxsan bugun o'zim qizil lentani kesib, urushni ochiq deb e'lon qildim, Nargiz. Xo'p. Qornim och. Biror nimang bormi yeyishga? Ey. Nargiz. Boburga u rasmni siz jo'natdingizmi? Qaysi rasmni? Nimalar deyapsiz? Tushunmaganlikka olmang. Kafega borganimizda o'sha ablah kiyganida ikkalamizni rasmga tushirib siz jo'natdingizmi? Meni aybdor qilmoqchimisiz? Nima qildim sizga? Oxirgi marta so'rayapman. Bizni rasmga olib siz jo'natdingizmi? Yo'q. Ishonmayman. Bering telefoningizni. Yo'q, nega berar ekanman? Telefonni bering deyapman. Bermayman. Siz jo'natgansiz. Oilamni buzmoqchisiz. Shunaqami? Tuhmat qilmang menga. Nima bo'lyapti? Nimaga baqiryapsizlar? Alamlarini mendan olyaptilar. Nima emish? Men opamni uydan haydamoqchi bo'lgan ekanman. Sizga rasmni kim jo'natdi? Nima ahamiyati bor? Bor. Chunki bu ishlarni qilayotgan odam bizni eng katta dushmanimiz. Bizni emas, sizni dushmaningiz. Kim jo'natdi u rasmni? Akmal. Unga Hamid beribdi. Xo'sh, Hamidga u yerga borishimni kim aytgan? Rostdan? Bu savol meni o'ylantiryapti. Kim? Kafega borishimni men, Munisa va bolalar bilardi. Bolalar Hamidni tanimasligi aniq. Demak, yo men, yo Munis. Balki o'zingiz chaqirgandirsiz. Men chaqirganimda bunchalik asabimni buzib o'tirmasdim. Aktrisalik qilayotgandirsiz. Qayerdan bilaman? Bo'ldi. Hamma kirib yotsin. Dadam bilan onam uyg'otib yuborasizlar. Munis, yur. Eshitaman. Oy qiz, Nima gap? Akmal Munis bilan til biriktirgan. Ayolni qanday ishontirgan bilmayman. Lekin Munis unga ma'lumot yetkazib turibdi. Tushunarli. Nargiz ofisda. Ofisda? Akmalning odami. Munis Akmalning odami. Bu yoqda Jamol. Xullas, o'rgimchakdek hamma joyni egallab olishgan. Bir chorasini qilamiz. Albatta. Boshqa yo'limiz ham yo'q.
Yana qo'ng'iroq qilaman. Mayli, xayr. Maftun, ha? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga taksi uzoqqa to'xtadi? Ha, yaqinroq olib kelsangiz ham bo'lardi-yu. Ha. Yandeksning manzilida adashibman. Orqaroq yuring desam qaytmadi. Men ham yallinib o'tirgim kelmadi. Mayli dedim, keldim. Mayli. Ishingizga boravering. Xo'p bo'ladi. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchlikmi, Dilbar opa? Yaxshimisiz? Biror bir oila ajrashayotganini ko'rsam siqilib ketaman. Ertalabdan narigi ko'chadagi xotin keldi. Eri ayolini ayamasdan uribdi. Yo'q-ey. Ajrashamiz deb. Gulday farzandlari bor. Nima yetishmaydi singlim desam, tayinli sabablari yo'q. Nima emish? Xotini ko'p gapirarmish, ko'p urarmish. Yo'q-ey. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, opa. Men rahmatli Javohir akamga doim yaxshi gapirardim. Juda kech kelardilar. Ba'zan umuman e'tibor bermasdilar. Lekin shunda ham yaxshi gapirardim. Chunki oila baribir muqaddas. Ularga shuni to'g'ri tushuntira olmayapman. Lekin oxirigacha kurashamiz. Ularni oilasini albatta saqlab qolamiz. Endi yuring, sizni ishingizni bitirib kelamiz. Voy opa, qo'yavering, o'zim hal qilaman. O'tiring. Shundoq ham sizni ishlaringiz ko'p. Sizga dahmaza bo'lmay, o'zim hal qilib kelaman. Menga yo'l yo'riq ko'rsatsangiz bo'ldi, hammasini o'zim hal qilaman. Ha. Unda biz sizga kafil bo'lamiz. Bo'ldi, rahmat. Shuning uchun birga boraman. Opa. Bankdagilar bilsin, orqangizda mahalladek bir katta tog' turganini. Qani, yuring ketdik. Rostdanmi, opa? Yuring. Rahmat. Ketdik. Hisobimizda qancha pul bor? Hech qancha. Nima deganingiz u, hech qancha? Hech qancha pulimiz yo'q, Bobur. Kompaniyani hisobi bo'm-bo'sh. Qanaqasiga bo'm-bo'sh bo'lishi mumkin? Anchadan beri ishlamagansiz. Bo'm-bo'sh bo'lishi tabiiy-ku. Nimadir qilish kerak, aka. Nima qilamiz? Bilmadim. Aslida shu bo'yicha siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Pulsiz kompaniyani faoliyati yurmaydi-da. Kimdandir yoki qayerdandir qarz olishimiz kerak. Balki davlatdan kredit olarmiz. Yo'q. Dahmazasi ko'p davlatdan kredit olishni. Undan ko'ra birorta firmadan yoki korxonadan qarz olganimiz yaxshi. Kimdan? Bilmadim aka, bilmadim.
Lekin qayerdan bo'lsa ham pul topishimiz kerak-da. O'ylab ko'rarmiz, bir gap bo'lar. Mayli, men ham variantlarni qarab ko'raman. Men ishimga qaytay. Mayli, men ham ketdim. Alo, biror gap bo'lsa aytgin degandingiz. Xo'sh. Yaxshi yangilik bormi? Bobur aka hisobchiga kimdandir qarz olishimiz kerak deb aytdi. Kecha. Ular hozir kattaroq pul beradigan firma qidiryapti. Shunaqa degan. Aha, oyi. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Ishdaman. Xo'p. Oyim. Bobur kasodga uchrashni istayapti. Juda yaxshi aka. Bir sutxo'r tanishim bor. Ishonchlimi? Odamlarga katta foizga qarz beradi. Keyin o'sha odamni oxirgi qoni qolmaguncha so'rib oladi. Nima, puli ko'pmi? Ko'p aka. Unda yaxshi. O'sha insonni Bobur bilan ko'rishtirish kerak. Bu ish menda aka. Muammosi yo'q. Shu Boburni deb choy ham sovib qopti. Hozir. Nargiz, bitta ish bor. O'zingni tutishing yomon emas. Voy ablah. Jobigar kampirsiz. Nima? Shumi xotinchiz? Yoshlik chog'ida kimga baxt beradi? Nima? Tiz cho'kmaydi. Hamyon to'la farzand yo'q quchog'ida. Ana, xotinni qildi. Rajiyim meni yaxshi ko'radilar, dadajon. Uylanganimdan keyin yana ham omadim yurishdi. O'zingdan ketma bir nafas. Sendan ham zo'rlarni ko'rgan bu dunyo. Qizimni kasal qilib qo'yib, bizga ham xabar bermadinglar-ku? Bu kuningdan o'lgani yaxshi. Javohirni o'yinga olib kiraman, bo'ladimi? Qanday qilib tuni bilan qayerdadir yurib kelgan xotinimni so'ramasligim mumkin. O'zining makridan yasab bir qafas. Shirdan mushuk yasab qo'ygan bu dunyo. Shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimning oyog'idan chalgan bu dunyo.